Mana qizlar, yumurtamiz уже tayyor. Chala yarim tayyor. Mana ko'rib turganingizdek, bu tomoni balandroq, bu tomoni pastroq. Hamma yurtlarda shunaqa bo'ladi. Kapshonkalı to'qisanglar baribir boshlagan tomonimiz cho'kib qoladi. Chunki biz bu yoqda tugatganmiz, ipimiz bu yoqqa kirib ketadi. Qolgan iplar shuni hisobiga bu tomonimiz qattiqroq, bu tomonimiz sal yumshoqroq turadi. Ikkiga mana shu ulanishi, mana qizlar oxirida qolganda, o'sha mana bundan keyin bu qoldi. Oshiqcha iplarni ustidan qo'yib, o'sha teg qismiga mana teg qismida qolib ketadi. Hammasini ustim olib chiqasizlar. Bu yoqda kesadigan ipimiz bor, o'shani uzunroq kesasizlar. Uzunroq kesganingizning sababi undan bunga qilib bu ipimizni qovib olamiz. O'sha tortganingizda qovib qatirib olasizlar. Undan keyin biz hozir bu bilan buni bir xilda qilishimiz kerak. Endi biz hozir nima qilamiz? Hozir buni bu tomonlari bilinib qoladi, qarishib qolib ketishlari mumkin, lekin dazmol qilganimizda dazmolda hamma choqlarimiz chiroyli bo'lib o'z holiga kelib oladi. Endi hozir biz buni bu yoqdan sekin bu tomoni bilan bir xil qilishga o'tamiz. Endi ya'ni bu yoqdan bir qator to'qib kelib olamiz. Mana qizlar, ozgina qiyin bo'lyapti, chunki shtativda orqasida o'zim turibman, shuning uchun uncha video olish qiyin. Mana qaranglar. Mana bu tomonimizda mana birinchi boshlagan joyimiz. O'sha birinchi boshlagan joyimizdan bitta olamiz. Mana ipimizni bir qavat qilib olamiz. Mana olib bitta chiqarib olamiz. Bu ipimizni qoldirib ketamiz. Ya'ni teg qismiga o'tkazib olib to'qib ketamiz. Mana hammasini oddiy o'sha to'qiyotgan chokimizni qilib bo'sh to'qimaysizlar, buni sal tortibroq to'qiysizlar. Har bitta o'sha boshlagan qamiz bor-ku, mana birinchi boshladik 5 ta qilib, o'shani keyingi bu uchi bilan bir xil qilishimiz uchun bu yoqdan ozgina qo'shib to'qib olamiz. O'sha qaraganinglarda o'sha bir xil bo'ldi. Endi buni kesib olamiz. Ozgina ko'proq qilib, ya'ni chiqarganimizda mana qaranglar. Oxiriga to'qib bo'lgan bu tomonimiz oxirigacha to'qib olib, undan keyingisini mana ulab olamiz. Orqa o'sha gundalen bo'lgan joydan chiqarib mana shuni orasidan chiqarib olamiz-da, bu teg qismida mana qolib ketgan ipiga bo'ylab qo'yamiz. O'sha mana yog'imiz kapshon уже bir xilda bo'ldi. Mana bir xilda bo'lgandan keyin endi undan bu yog'iga obvязка qilamiz. Ya'ni bu tomoni ikki xil bo'lgan hisobiga buni qo'shib oldik. Endi obvязкani ust qismiga shu mana bu yoqda tugatgan 5 taligimizdan boshlab
xohlasanglar bir qavatda, xohlasanglar 2 qavatda. Mana bu yerda biz boshlagan joyimizdan boshlab to'qib kelamiz. Qaranglar qizlar, o'sha kapshonkamizani mana bu yerda 5 ta chiqarganmiz sanab, mana pastdan 5-inchisi bor-ku, mana bundan tashqari o'zi asli biz 1 2 3 4 5 ta to'qiganmiz. Biz endi bu yog'ini 5 ta qilmasdan bittamiz bu yoqda oldinda yana bitta to'qiganimiz uchun bu qatorimiz bizda 6 ta bo'ldi. O'shani hisobini olib turib biz bu yoqdan 4 ta, u yog'i 5 ta bo'lib ketadi. Ya'ni mana biz 4 tadan chiqarganimizdan keyin bu yog'i polni 5 tada, narigi tomoni 5 tada tugaydi. Ya'ni bizga 2 ta quruchoq kerak bo'ladi. Bittasi mana 6 razmerda, bittasi 5 likda, 6 likda to'qib ketaman, 5 likda bu yoqdan chiqarib beraman. Ya'ni biz avyaska qilamiz. Ya'ni qayerdan mana bu yoqda bitta to'qiganimiz uchun 1 2 3 4-inchisidan mana 4-inchisidan qaraysizlar, mana 1 2 3 4-inchisidan to'qib ketamiz. Xohlasanglar 5-inchisidan to'qsanglar ham bo'ladi. Buni bu yoqdan qilmasdan 5-inchisidan to'qsanglar ham bo'ladi. Mana bu yoqda ketgan, mana o'zi asli 5-inchimiz ketganda bu tomonimizda mana o'sha 1 2 3 4 5 tamiz. 5 ta bu yoqdan ketgan, o'shaning uchun har doimgidek 4 tadan boshlab olamiz. Endi avyaskamizani 2 qavatdan to'qiymiz. Mana ipimni 2 qavat qilib oldim. Bu yoqda teg qismida ozgina iplar qoladi. Mana 1 2 3 4-inchisiga qog'izib qattiq tortib olmanglar qizlar. Qattiq tortib olsanglar bu yoqda to'qigan chokinglar ichiga kirib ketib qoladi. O'ta bo'sh ham qilib olmanglar. Mana o'sha ko'rayotgan bo'lsa kerak. Endi o'sha 4-inchisini o'rtasidan kirib tagidagi olib chiqqan ipimiz bor-ku, o'shani birga tagida yopib ketamiz. O'sha olib chiqqan ipimizni bu yoqda birga qilib olib chiqib ketamiz. Undan keyin bu yoqda ipimizni to'g'irlab ketamiz. Mana qaranglar, tortmayapman-da, mana o'z holida o'sha bu yoqqa keldi. Tortib olsanglar, nima deydi, bu yoqda boshlagan bir qo'shimcha qilgan chokimizni ichiga, ich qismiga kirib, yog'i ishib qoladi. Keyin avyaska qilganimizda juda ham xunuk chiqadi. Sanab qalinglar. Bizga 2 ta quruchoq kerak bo'ladi, o'sha bittasi olib chiqib berish uchun va to'qib ketadi va bittamiz 2 ta ish qiladi. Ya'ni qo'linglar bilan to'g'irlamasanglar, quruchog'inglar bilan to'g'irlasanglar bo'ladi.
Bu yoqqa qo'linglar sig'maydida, baribir mana kurchog'ini qirg'izib tortmaymiz, faqat to'g'rilab olamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa qilib keyingi qatorgacha to'qilamiz. Ya'ni qaranglar, mana bu yerga kelganinglarda o'sha mana 4-chimizda xohlasanglar o'rtasiga kirib olib ketsanglar bo'ladi. Xohlasanglar ozgina mamga kirib, bunga kirasizlar-da. Mana 1 2 3 4 bu yog'iga mana bunda 4 emas, bunda 5 deb bekitishimiz kerak. Bu yog'iga olib o'tib ketasizlar mana. O'zi 5-chimizda bu yoqdan mana bekitiladi. O'shaning uchun sizlar xohlasanglar o'rtaga, xohlasanglar bu yoqdan olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Endi hozir biz hech bir shu yoqqacha to'qib kelveraman. Bu yog'ini qanaqa bekitishi keyingi videoda ko'rsataman. Mana qizlar o'sha to'qib keldi. Mana shunaqa chiroyli bo'lib chiqadi. Lekin mana o'sha o'rta joyimizni bu yoqdan yana bitta olib chiqdim. Bitta teshikdan ikkita chiqardim yana. O'sha chiqib turgan o'rta bu yoqdan kirgizmadim. Mana buni o'rtasidan kirgizib, mana endi 1 2 3 4 5 ta bu yoqda. Mana shuni o'rtasidan har bittasini mana shunaqa joydan ip olib o'tib to'qib ketasizlar. Hozir mana ozgina ko'rsatib beraman. Bu yoqda ipinglar bir xil bo'lishi kerak. Albatta bu yoqda ipinglarni tortib ketinglar, ya'ni cho'zib olinglar bir qator. Bir tekisda bo'ladi. Mana o'sha biz aytgan joyga keldik. Bunaqa qilganimiz sababi ikkala ip bir xil bo'ladi. Shunda buni to'g'rilab olamiz. Xuddi shunaqa qilib, endi yonidagisiga buni ham to'g'rilab olasiz. Xuddi shunaqa qilib keyingi tagigacha to'qib. Mana qizlar, aviaskani bu yoqdan boshladim. Ko'rib turganinglardek, mana bu tomondan boshladim. Aviaska qilib ruchkalarigacha qilib keldim. Endi bu tomoniga. Endi buni shu ipingdan chiqarmasdan mana shuni o'ziga qirg'izib, mana shuni o'zidan ustilaridan har bittasiga kirib aviaska qilib chiqasizlar. Xuddi mana shunaqa ruchkasidan chiqarib oxirgi joygacha aviaska qilib kelib olasizlar. Mana keyin bundan keyin aviaskadan keyin yo'lkamizni qanaqa qilib dazmollashi o'ziga keltirishi ko'rsatib o'taman. Mana qizlar уже aviaska qilib oldik. Endi biz mana yo'lkamizni bosh qismini dazmollaymiz. Nima qiladi? Har doim dazmolinglarda parli dazmolda qilsanglar
shunaqa qilib bizga eng kerakli joyi tepa qismi bo'lgani uchun o'sha mana tepalarini to'g'irlab olamiz. O'sha bu yerda qisqartirish qilgan joylarimizni qirg'izib yana par urib urganinglarda ozgina nam bo'ladi-ku, o'shanda nam bo'lganda o'sha bu yerda mana qisqartirish qilgan joylarimizni qirg'izib olamiz. Mana qirg'izib olib bu yog'imizni to'g'rilab olamiz. O'shanda har bitta qilgan chokimiz chiroyli bo'lib bilinadi. Har bitta joylariga lulkamizni parlab chiqamiz. Mana o'sha bu tomonini ko'rdinglar. Bu tomonini ham shunaqa parlaganingizdan keyin qo'lingizga ehtiyot bo'lasizlar. Parlab to'g'irlab olamiz. Parlaganingizda o'sha anaqasi nima deydi, nam bo'ladi-da, o'zingizlarni formangizga solsanglar bo'ladi. Mana qizlar o'sha dazmoldan keyingi holati. Dazmolni chiroyli qildik mana. Oldingi holati bilan mana keyingi holati. Chiroyli banchikamiz. Buni qilishinglar shart emas, prosta qanaqa chiqargan deb qildik. Endi bu yog'i bezash o'zingizlarning qo'lingizda, xohlasanglar bu tomoniga banchik qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar bu yerda mana ruchkalariga qo'shimcha ruchkalar qilsanglar bo'ladi. Bog'incha qilsanglar bo'ladi. U yog'i o'zingizlarning didinglarga qarab oladi.